Ekspert naborimizni korobkasidan chiqardik, lekin hali hammasini chiqarmadim. Dalishi bor. Bu где-то 3 oyga vez organizmga yetishi kerak. Faqatgina yuzga emas, yuzga ham sursa bo'ladi, lekin основной pigmentatsiya qayerga bo'lsa o'sha yerga ishlatiladi. Juda ham issiq mamlakatga borganlar ishlash uchun har doim SPF surib yuringlar. Bundan SPF har doim kerak. Letoni yangi seriyasidan zakaz qildim. Shu ichida o'zimda ham bitta bor edi. Bundan ham qo'shaman. Ikkita, to'rtta. Mana bu eski seriyasidan, bu mana bular yangi seriyasidan. SPF challa, уже mana buncha SPF. Bu где-то 1 yilga yetishi kerak. Dermatologlar uydan chiqmasang ham surt degan. O'shaning uchun kerak bu. Buni ertalab sursangiz, mana bunaqangi stik variantlarini kun davomida yangitdan obnovlение qilish uchun juda ham qulay.